Assalomu alaykum yana bir bor. Bugungi tadbirimiz juda ham zo'r o'tdi va endi tadbirga kela olmaganlar uchun yana bitta tushuntirib o'tamiz. Qarang. Bu 2026-yili sotuvga chiqadigan modelimiz. Eng birinchi o'zgarish bu ustida, ya'ni korpuslar o'zgargan va bu yerga kvars oyna qo'yilgan. Bu kvars oyna 1600 daraja issiqlikka bardoshli. Endi eskisi bilan farqi nimada desangiz, buni bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni har safar ochganingizda issiqlik ma'lum bir darajada tashqariga chiqib ketmaydi va issiqlikni o'zida saqlab qoladi. Undan tashqari bemalol ko'rib turasiz. Va endi eski mijozlarimiz ham bilishadi, boshqaruv panelimiz o'zgargan, ko'rinishlari, imkoniyatlari endi tezroq javob beradi buyruqlarga va karbon materiali bilan jihozlangan. Bu to'laqonli karbon, usti laminatsiya emas, haqiqiy karbon. Bu nimaga kerak? Ya'ni nima uchun karbonni tanlandi? Uzoq yillar sizga zanglamasdan, chirimasdan xizmat qilishini kafolatlaydi. Juda ham ko'pchilik naves qilmasdan turib, ya'ni mijozlar ichida ko'rdik, ochiq shuni qo'yib qo'ygan mijozlarimiz ham bor ekan. Ya'ni buni endi shuni ham hisobga olib, iloji boricha naves qo'yinglar tepaga. Babi elektronika, bu elektrlar bor. Lekin shuni ham inobatga olib, karbon bilan jihozladik. Endi yo karbonli biroz qimmatroq bo'ladi, bizga eski holatni chiqarib beravering desalar, yana o'sha listdan chiqarib beramiz. Ya'ni ko'rinishi shunaqa. Va yana endi ajoyib yangilik. Aka, bir daqiqa, maylimi shuni tushuntirib olsam? Boshqaruv panelini qarang. Bu tubda farq qiladi. Ya'ni bu Rossiyadan keltirilgan Dom Avtomatika kompaniyasini aqlli miyalari hisoblanadi. Bu juda ham ixcham, ya'ni boshqarish juda ham oson, o'zini displeylariga ega va buni eng ajoyib fishkasi endi buni mutaxassislarimiz uyingizga bormasdan turib onlayn hal qilib berishadi masalangizni. O'zini IP adreslari bor. Shunchaki Wi-Fi ga ulab qo'yasiz, mutaxassislarimiz ofisda o'tirgan holatda katyolingizga bog'lanib bemalol boshqarishadi. Ya'ni menga o'xshagan odamlar uchun juda ham qulay. Shaxsan meni uyimga begona erkaklar, boshqalar kirishini xohlamayman. Bu ayni muddao. Bu ham ko'rinish xuddi shunaqa, bu ham kvars oyna. Asosiy farqi yuqorida aytganimizdek, uni miyasida. Bu o'sha Dom Avtomatika zavodidan keltirilgan maxsus shartnoma imzoladik va endi yangi modellarni yanada tezroq kutib olasizlar. Va eng asosiysi bugungi kunimizni erkatoyi qahramoni desak ham bo'ladi. Bu miyamiz. Miyasini qarang, bu butun boshli katyolni deyarli 4dan 1ga to'g'ri keladi. Bu katyolimiz afzalligi, ya'ni hammasi boshqaruv panellari o'sha. Bunda maxsus o'zini UPSlari bor. Endi elektr o'chgan taqdirda ham katyolingiz o'chmaydi. O'zi shundoq ham o'chmasdi, lekin baribir motorlarga, sirkulyatsioniy motorlarga elektr kerak bo'lardi. Va bu miyamiz o'zini ichida UPS akkumulyatorlari bor, 25-30 soatgacha elektr bilan ta'minlab turadi. Ko'rib turganingizdek, dizaynlarni iloji boricha ixchamroq qildik. Xuddi ona bolaga o'xshab turishadi. Ko'rinishlari bular o'sha eski dizaynimizdan voz kechmadik. Bu yog'iga ozgina ishlov berildi va biroz ixchamlashtirilgan. Va kimgadir ushbu katyollarimiz qiziq bo'lsa, 2026-yildan buyurtmalar qabul qilinadi va 15-dekabrdan 31-dekabrgacha ana $111 maxsus aksiyamizni ham e'lon qilamiz. Ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib, bemalol buyurtma berishingiz va batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nur Texno Group sizni qishning sovuqlaridan arzon va sifatli himoya qiladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Kelganinglarga bonuslarni qilib beradi. albatta.